Ana bu teplitsadan chiqdik. Nark teplitsa toza bo'lgan. Mana shu bitta teplitsa meniki. 3-teplitsamiz. Buni sotuvdik. Zilin oluvchilarga sotuvdik. Meni yarmini urgan. Telefon qilyapti-dan, aka urib chiqarib tashlang bo'ldi deyapti. Meniki. Mana shu 2 sutik maydonda joylashgan bitta teplitsamiz. 1,5 million so'mga sotuvdik meniki. Olgan odam urib chiqarib tashlang deyapti. Meniki. Buni ham tozalaymiz. Endi 4-teplitsani ko'rsataman. Mana buzilmagan. Hali bir bog'im olinmagan tayyor salat barigimiz. Bu ham buziladi, xudo xolasa. Biz buni ham chiqarib tashlaymiz. Kredit olib, kambag'al bo'lgandan ko'ra, dehqonchilik qilgandan ko'ra, chasni ish qilgan ma'qul bo'lyapti bizlarga. Boshqa ilojimiz yo'q.